muborak hayit bayramlarida yoki boshqa ayyom yoki to'y hashamlarda hadyaga narsa izlaganlarga eng zo'r yechim. Kelinglar, bularni bitta ko'rib chiqamiz. Bularimizni Lifesmile'dan original Turkiyada ishlab chiqarilgan qoliplarimiz, duxovka uchun mo'ljallangan yoki zapikankalar uchun ajoyib bo'lgan qoliplarimiz. Bu qoliplarimizni ikkitalik chekadan ko'ramiz. Endi bular bunisi dumaloq varianti. Uzorlarga e'tibor berib qo'yamiz. Boshqacha variantlari ham bor. Keling. Yana bitta varianti, aval varianti. Uzor boshqachasi ham bor. To'rtburchakni yana bitta varianti. Tak, dumaloqni yana bitta varianti. Endi bizda ikki xil variant, donali varianti ham bor. Mana. Bitta narsaga e'tibor berib qo'yamiz. Mana, ular hammasi Turkiyada ishlab chiqarilgan. Mana. Bu qoliplarimiz narxi keladigan bo'lsa, ikkitaliklarimizda liboy farqi yo'q. To'rtburchak, avalni yoki dumaloq variantlarimiz hammasi 165 mingdan chiqadi narxi bir xil. Xo'p, bittali variantimiz 125 mingdan chiqadi. Qoliplarning xususiyatiga keladigan bo'lsak, duxovkaga, ya'ni gaz duxovkaga yoki elektrik duxovkaga solib bemalol pishirgan pishiruvlarni yoki taomlarni tayyorlasanglar bo'ladi. Mikrovolnovkaga qo'ysa bo'ladi, isitishlarda yoki xolodilniklarga solsa bo'ladi. Undan tashqari posudomoykada bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Bular original Turkiya mahsuloti. Lifesmile faqat sizga yaxshisini ilinadi. Bizdan uzoqlashmanglar. Ko'rishguncha xayr.